Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugungi videoda biz Articraft serverida o'ynaymiz va kuchayamiz. Xo'sh, demak, serverga kiriblar etip komandasini yozamiz. Bas bizga kerak bo'ladigan asosiy narsa bu mana bular. Endi varps mainga boramiz. Qani endi biroz mining qilishga harakat qilamiz. Mayli, baribir ham hech narsa qolmadi. Xo'sh, ana endi bizga beriladigan 15 ga pulni ishlatamiz. Ana endi bu. Kimdir nezaytini tashlab ketibdi. 10 ta nezayt tashlayapti. Boshlanishiga yomon emas. Lapis. Yerlanadi. Batır. Açamiz. Olamiz. Qo'yamiz. Bittalaymiz. 2 marta bosamiz. Ta'ta. Endi qaraymiz. Tak. Yo'q. Mana. Bittasining narxi 800, bittasining narxi 100 million. Tak. Demak biz bularni naq qilib. Xo'sh, necha narx bersak bo'lar bittasiga? Kelinglar yaxshi 400 qo'yamiz. 400. Xo'sh, demak bittasini o'chiramiz. Hap bo'ldi, shu 400. Tak. Adashdim. Sel va 400. 1 2 3 4 5. Mana bo'ldi, enter. Tak, sotildi va bizdagi nezaytlar va emeratlar. Tak, normal. Va bizdagi pul 3 million 700. Xo'sh, hamma pulni men oltin olma sotishdan emas, bu yerda Warpsda mining qilishdan oldim. Tak, buni har doim o'chib chiqaraman kerak endi. Tak, yo'q qilamiz. Ham yo'q qilamiz. Tak, qimmatbaho buyumlar yo'q ekan. Buni. Yana biroz mining qildim va yana kuchayishga harakat qildim. Xo'sh, hozircha mining qilaveramiz va shuni ortidan yana biroz pul ishlaymiz. Hammasida magnit bor bularda. Hammasini qo'lda magnit bor. Mana nezayt olishmaysalar. Nezayt olganda o'zi foyda yo'q. Tak, 21-daraja va hech bahosi kerak bo'lib qoldi. Tak, buni olamiz. Hoppa, va qo'yamiz. Tak, XP. Bitta XP bor. Bo'ldi. 22-daraja. Tak, mana bu to'g'ri ish qilyaptilar. Hadush. 20 bitta ko'chat bo'lib ketibdi. Nima keyin boshlaymiz. Demak do'stlar, hozir biz endi maqsad bo'ladi. Osh. Tak. Ana endi ruhimni chiqamiz. Ne bolalar, shu kecha yetadi. Ana endi buni tepasini qazib chiqamiz. Boshqa tugmangiz bor. Yep.
Demak, mana bizda minimallik bor. Mana. Tak, bu tayyorroq qilamiz. Bo'ldi, endi o'z tushuntiramiz. Qanday bo'lsa, baps. Nima? Mana uni qaranglar, o'yin chiqib ketyapti. Bitta o'yinchi bilan hamma narsani qaziyapti, mana olyapmiz. Tay. Qolganlar qaziganini ololmayapmiz. Tay, xudo xohlasa men ham bitta olaman shunaqa kirka bilan. Tak. Bo'ldi mana. Hamma narsa tugadi. Mana ko'rib turganinglardek menda oltinlar, lapislar ko'payib ketdi. Mayli. Sotib olamiz uni. Hozir esa sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Gap so'y bosib qo'yibman, uzr. Gap so'ymi bu? Ha, gap so'y. Home. Demakmi? Ketdik. Bo'ldi. Xalaqit bermanglar menga. Demak, toshlarni uloqtirib olamiz. Bizga ular kerak emas. Tay bo'ldi. Mana do'stlar, meni kichkinagina ba'zicham mana uni displeylarga e'tibor bermaysizlar, bular displey emas. Mana ko'rib turganinglardek. Unchaki bug bo'lyapti. O'syapti, yangicha bor. O'saversa men ularni sotib beraman. Demak, bunga kiramiz. Buni ustiga bosamiz. Va olamiz. Va buni ham olamiz. Tak, endi buni solamiz. Bularni solamiz. Bular kerak bo'ladi. Buni ham solib qo'yamiz. Bo'ldi, qolgan hamma narsani sotamiz. Demak, bu yer. Enter. Tak. Barcha temir, barcha redstone va barcha lapislar sotilsin. Va tayyor. Demak, endi biz o'zimizga mashetdan bitta qusish burchagi qilamiz. Tayyor. Buni tashlaymiz. Lekin skin bilet вообще dalmayapti, qaranglar buni. Basharasini qaranglar. Bir maniakga o'xshaydi bilet. Voy bila, Artcraft nima qilyapsiz meni? Shu shimni kiyib olganimda dalmayaptidan farqim bo'lmas. Taydaf bo'l. Yo'qol. Ana. Demak do'stlar, men sezmabman. Anaqa bizi pullarimiz sotilibdi. Va hozirda menda 5.200.000 pul bor. Ajoyib. Bizda 4.500.000 edi. Demak, har bir olmani 500 dan qo'yamiz. Sababi yaqinda oltin daraxt boshlansa, bularda albatta sotib olishadi. 500. Sizlarga ham maslahat beraman, yana 3 ta 0. Shunaqa oltin olma qilib sotishinglarni maslahat beraman. Avvalo yaxshi sotiladi va unchalik ko'p narsa talab qilmaydi. Demak, mana sotayotgan narsalarim. 500. Ajoyib. Normal, hamma narsa sotildi. Demak.
oltinlarni solib qo'yamiz. Tada. Normali maytda ham oltinlarim bor. Hamma joy fakir bo'lib ketdi. Ma'qul. Demak, bu oltinni bo'lmas. Buni olamiz va buni ham olamiz. Demak, ana bo'ldi. Oltini 3 ga bo'lsa, albatta 2 bo'ladi. Mana. Xo'sh, bularda nima gap? Bo'syapsizlarmi? O'singlar tezroq. Men sizlarni sotaman keyin. Bir necha. O'zi bittasi mana shu 4 talosini men 400 dan sotib oldim bilan. Avvalo men o'zim 4 tasini sotib 400 ga. Keyin men o'zim anaqa qilaman. Keyin boshqalarni sotaman. Olsam nahiya. Bo'lmaydi bunisi. Ichim kuyyapti deydimi? Yo'qol. Tak. Endi bozorda biroz aylanamiz. Demak, mana shu bu umuman rasvo kirgan. Mana shu kirgani sotib olish kerak. Froka etizdan. Xarid qilish uchun left klikni bosing. Normal. Bu qancha ekan? 3 million. Xo'sh, manasi 5 million. Mana shunisi 100 million, mana shunisi esa ahamiyati yo'q. Xo'sh, mana bizni qo'yganlarimiz. Xo'sh, savzilar 100 million, bunisi ham 100 million, bunisi 20 million ekan. Bunisi esa 3 million qancha yurdiram. Mana bittasi esa 1 million ekan. Voy bilat, narxlarni odamni o'ynagisini keltirmay qoladi bular. Bu la'natlar qanaqasiga bu? Insof yo'q bularda-chi bor. Tak, foydali narsa yo'q baribir bu yerda. Yo bormikan? Masalan, buldozermi yo biroz. Yo'q. Hech baqa yo'q. Pishgan dedim. Tak. Nima debdi? Saqlangan daraja 50 millionga. What the fuck? Qani bir o'tkazaylikchi. Pishgan ekinlar 1 million so'm. Yana boshqalari bormi? Ba'dan foydasiz. 50 litr 100 million so'm. Noyob buyumlar Blaze 75, Blaze 5 million. Sotib olsammi, sotib olmasammi? Tak, bular 5 million. Tak, 5 million 600. Agar Creeperdikini sotib olsam, ancha foydada bo'laman. Blaze'dikini sotib olsam ham foydada bo'laman. Lekin spanner bo'lmasa, bu ikkalasini ham nima kerak yo'qda? Xo'sh, bu nima ekan? Halaskor talismani. Bitta yurak qo'shadi. 3% tezlik va kuch 0.5% ga 15 million so'm. Bashole. Tak, yana nimalar bor? Himoya blokimi bu? Yo'q, oddiy blok bu. Sotib olmaylar buni. Tak. Faqat nezerita bu yerda. Bo'ldi, tayinli narsa yo'q va bizning narsalarimiz ham xudo xohlasa suqtirib qoladi.
Ya bular pishmadi hali. Tak, endi. Aytmoqchi, mana u ham pechka. Ha, bular pishib o'pti. Normal. Demak, bizda jami bo'lib 1 stagu 4 ta oltin bor. 68 ni 8 ga bo'lsa necha bo'ladi? Topganlarga 5. Tay, bu pishdi. Ana, aytdim-ku pishdi deb. Faqat 2 ta tushdi. Necha yana qo'rmizda. Do'stlar, sizlar biror marta anaqa nima edi? Nezarayt qilib sotib ko'rganmisizlar? Hep padillanadi. Xo'sh, bugun men shuni qilib ko'rmoqchiman-da. Xo'sh, xullas kalom. Demak, nezarayt. Mana nezarayt. 9 ta tayyorlanar ekan nezarayt. Demak, qaranglar. Bitta zo'r narsani ko'rsataman. Demak, xo'sh, bu yer. Qani mana. Bu nezarayt mana ular orasidagi eng qimmat narsa ekan mana 700. 700 degani bu 300 kam 1 million degani. Demak, menda hozir 9 ta bo'lgan, bu 9 ta degani bu 9 kare 7 bu 63 midi? Yo'q, 63 emas. 9 kare 8 63 bo'ladi. Yo'q. 9 kare 7. Xullas-da, sotamiz. Biz qiziq. Tushunmadim. Cho'ta meni aldashdi. Yo, prosta tak hazillashganim, bunaqa qilmanglar. Nima foydasi? Men ham shunchaki oltinimdan ayrildim. Billa, chuka. Zertlar qo'yib qo'yamiz. Ana. Qaysi seviyorsun? Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, menda pul 7 million 300 bo'ldi. Va xudo xohlasa, men mana shu, mana shu. Yo, bunisi emas. Bunisi ham emas. Bunisi mana shu kirkani sotib olaman xudo xohlasa. Shu kirkani sotib olgandan keyin mining video tugaydi. Tak. Hali bor. Men 2 marta mining qildim va menimcha haligacha olmalarimdan birortasi sotilmadi. 5 ta qo'yganim. 5 ham turibdi. Do'stlar, qaranglar, men mana shunday ochdim, mana kitob topib oldim. Kelinglar, buni ham tosh tashlab ketish hamma joyga biladi. Buni ham 500 ga qo'yib olamiz. Nima qilishni ham bilmayman, nima. Hech kim olmasa ham kerak. 500 ta yana bo'ldi. Enter. Ketdi. Appala. Mana menda 7 million 300 bo'ldi.